Sizlar bilan Ito Minecraft. Salom do'stlar, bugun sizlar bilan Ito Minecraft va bugun biz mana bu Minecraftni qanday qilib yuklab olishni ko'rsataman. Bu masalan Play Market yoki App Store'da yo'q. App Store. Biz buni qayerdan yuklab olamiz? Google'ga kiramiz. Kirib olgandan keyin qidiruvga bosib Minecraft mana PTC download bunaqa yozamiz. Minecraft PTC download yozganimizdan keyin birinchisiga bosamiz. Download Minecraft PTC APK va versiyasi. Keyin mana o'sha Minecraft download APKni bosamiz. Va o'zi yuklab olish kerak edi, lekin men yuklab olganman buni. Mana download now. Mana fayl yuklab olinmoqda. Buni bo'lamiz. Mana shuni qachondir yuklab oladi. Yuklab olgandan keyin chiqadi. Shu yerda mana yuklab olindi. Ko'rasiz, men yuklab olganman, shuning uchun bo'lmayapti. Mana shu Minecraft hozir kirib ham ko'rsataman. Bu faqat kompyuterda bor, lekin Google'dan tashlab olsangiz ham bo'ladi. Kirasiz, ishlatishni ko'rsataman. Qarang. Kirasiz ilovaga, o'yinga. Videoni topdi. Kirganingiz hozir kiradi. Men negadir qotyapti. Mana bu to'ladi. Xo'p, mana hozir 81% bo'ldi. Mana kirdi. Mana bu yerga xohlagan skiningizni ham tashlab olsangiz bo'ladi. Xohlagan skinni. Bu yerda mening skinim bor. Yaxshi ko'rinmayapti. Va playga bosamiz. Bu yerda juda ko'p. Creative World'ga bosasiz, zona ochasiz. Zona ochishda Minecraft o'ynovchilar biladi. Do'stlar, videomiz juda qisqa va lo'nda bo'ldi, lekin foydali bo'ldi degan umiddaman. Xayr, salomat bo'ling. Obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Va kommentariyaga ham video yoqqan-yoqmaganini, keyingi safar qanaqa video chiqarishimni ham yozib keting. Xayr, salomat bo'ling.